Rossiyaning maxfiy missiyasi Washingtonda muvaffaqiyatsizlik bilan yakun topdi. Storm Shadow'lar bilan yurish Kiyev chegaralarini buzadimi? Zelenskiydan kutilmagan tahdid. Putin Burevestnik raketasi bayonoti bilan G'arbga signal yo'lladi. NAT. Tinch tun dahshatli titroq bilan tugadi. Turkiyada yana dahshatli zilzila. G'azoda portlashlar, Washingtonda oqlov, AQSh pozitsiyasi keskin bahsga sabab bo'ldi. Texnik jihatdan mumkin, Tramp 3-muddat haqida gap ochdi. Hech kim javob bermayapti, na Tolibon, na Tojikiston, ammo chegara bo'ylab o'q ovozlari hanuz yangramoqda. Rossiyaning maxfiy missiyasi Washingtonda muvaffaqiyatsizlik bilan yakun topdi. Donald Tramp ma'muriyati bilan munosabatlarni saqlab qolish uchun zudlik bilan Washingtonga borgan Rossiya bevosita investitsiyalar fondi rahbari Kirill Dmitriyev Moskvaga quruq qo'l bilan qaytganga o'xshaydi, deb yozdi The Moscow Times. Dmitriyevning tashrifi Tramp Putin bilan Budapesht sammitini bekor qilib, Rosneft va Lukoilga qarshi sanksiyalarni joriy qilganidan biroz o'tib amalga oshirildi. Ammo uning yakunlari bo'yicha sezilarli o'zgarishlar haqida Rossiya tomoni ham AQSh tomoni ham xabar bermadi. Men vaqtni behuda sarflamoqchi emasman, dedi Tramp Putin bilan uchrashuv istiqbollari haqida. The Telegraph nashriga ko'ra, Dmitriyev tashrif chog'ida qaror qabul qiluvchi amaldorlardan hech biri Washingtonda bo'lmagan. Trampning o'zi davlat kotibi Rubio va moliya vaziri Bassent Osiyo mamlakatlari bo'ylab safarga jo'nab ketgan edi. Dmitriyev bilan omma oldida uchrashishga rozi bo'lgan yagona shaxs Rossiyaparast kongressmen Anna Paulina Luna bo'ldi. Dmitriyev unga Putinning istiqbollari yozilgan shokoladni sovg'a qildi. Shuningdek, u Steven Uitkov bilan uchrashishni rejalashtirgan edi, ammo suhbat bo'lgan-bo'lmagani noma'lum. Dmitriyev CNN va Fox News telekanaliga intervyu berib, sanksiyalarga qaramay Rossiya iqtisodiyoti mustahkamlanayotgani, Rossiya armiyasi hech qachon fuqarolik obyektlarga zarba bermasligiga ishontirdi. Shuningdek, u AQSh rasmiylariga Burevestnik haqida ma'lumot berganini aytdi. Avvalroq Dmitriyev Trampga Arktikani birgalikda o'zlashtirishdan tortib nodir metallarni qazib olishgacha bo'lgan yirik iqtisodiy loyihalarni taklif qilgandi. Oxirgi tashrifdan oldin u Alyaska va Chukotkani bog'lash uchun Bering bo'g'ozi ostida tunnel qazish g'oyasini ilgari surdi. Storm Shadow'lar bilan yurish Kiyev chegaralarini buzadimi? Zelenskiydan kutilmagan tahdid. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat kuchlari Rossiya hududining ichkarisiga qaratilgan zarbalarni kengaytirishga tayyorlanayotganini ma'lum qildi. Bu haqda o'zining Telegram kanalida yozib qoldirdi. Zelenskiyning aytishicha, bu masala 27-oktyabr kuni Oliy bosh qo'mondon shtabi yig'ilishida muhokama qilingan. Asosiy mavzu Rossiyaga nisbatan uzoq muddatli sanksiyalar qo'llash imkoniyati edi. Biz muayyan davr ichida amalga oshirilgan zarbalar samaradorligini tahlil qildik. Rossiyaning neftni qayta ishlash sohasi allaqachon urush uchun ancha katta narx to'lamoqda va bu narx yanada oshadi.